Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar Minglif Oral kanalini ko'ryapsizlar. Obuna bo'lishni unutmangizlar. Yaqinda Rossiyaga ketaman debman men ham. Bu korrupsioner kadrlar bilan kurashishdan odam charchadi. Nima deydi? Otangga bor, onangga bor. Nima farqi bor? Tagi bilan korrupsiyaga botgan bo'lsa, xaltanamaydi. Yaqinda Rossiyaga ketish, bilet olish planlashtirib turibman. Bir narsa ma'lumotnomaga qiziqib qoldim. Rossiya qamoqxonasini 70% O'rta Osiyolik ekan. Ha, Turkmanda 5 million aholi bor, Turkmanda kam odam boradi Rossiyaga. Aholisi bo'lgan bilan kam. Qirg'izda borsa bir 7,5-8 million aholi bor. O'shanda ham Qirg'izdan ham kam boradi. Asosan Qozoqda ham kam endi, borsa bir kamroq aholi boradi. Eng kattasi Tojikiston bilan O'zbekiston. Endi tasavvur qiling, Rossiyaning qamoqxonasi 70% O'rta Osiyolik bo'lsa, asosi kimlar? Tojikiston bilan O'zbekiston. Tasavvur qiling. Mamlakat uchun qancha achinarli. Yuqoridagilar bu haqida bir o'ylab ko'radimi, yo'qmi? Shu necha foiz o'zbekistonlik? Asosan shu O'zbekiston Tojikistonlik deb hisoblayman. Men adashayotganim yo'q. Deyarli shunday. Bu hayot haqiqatini tan olish kerak. Chunki bizlar deport bo'lsa ham O'zbekiston bilan Tojikka bosadi. Yo anov bo'lsa ham o'zbek bilan tojikka bosadi, jinoyat qilsa ham qirg'iz qozoqlar ko'p bola teginmaydi, qo'yaveradi. To'g'risi ularga 3 oylik 6 oylik zagram pasport qiladi, anov qiladi, dokument qiladi. Birov ishi yo'q ular bilan. Bu shunga borishga ham odam achchiqlanib boryapti. Vaziyat qanday? Men hujjatimki joyida, qo'rqatgan joyim yo'q. Yana eng quvonarlisi, otasiga rahmat, Rossiyani shuncha davlatlar bilan jang qilib urushib Yevropadan iqtisodi 6 karra oshibdi 3 yil ichida. Tasavvur qiling, 6 karra oshibdi. Ham urushyapti, ham 6 karra iqtisodi oshibdi. Yevropa davlatlariga qaraganda. Bu hamma narsasi siyosatni to'g'ri olib borib, xalqni iqtisodini to'g'ri olib borganligida deb hisoblayman shaxsan. Shuncha xalqni boqyapti yana kamiga. Qancha millat bor shu yerda ishlayapti. Amerikada ta'lim vazirligidan butunlay voz kechdi Tramp. Tramp sudga berdi. Hali sud nima bo'ladi bilmayman, lekin butunlay voz kechdi. Kerak emas menga buni ta'lim vazirligi kadrlar yetishtirib bermayotgan dedi. Bizning O'zbekistonda korrupsiyaga botgan qachon bu ta'lim vazirligidan bizning davlatimiz voz kechadi? Haqiqatni gapirganda Qobil Do'stopar tiqib tashlayapti. Nimaga tiqasan uni? Korrupsiyaga aybdor, unday bunday aralashtirib, tuhmat qilib, vaqtida ozodlikni cheklash qalbaki hujjat qilingan videolarni ko'rganman. Sizga noto'g'ri sud qilganda ozodlik cheklash bergan. Ana endi bo'lsa, o'shandan karantin qoida nima deydi? O'sha ozodlik cheklash qoidalariga rioya qilmagan deb boshqa joyga borgan mahal o'shani dokument qilyapti dagin. Qamaverayapti. Haqiqatan ham cheklash qoidasini buzgan, endi bir ishi bordi, boshqa joyga borgan deb insonku yo'q. Lekin afsus bizning mamlakatimiz sal haqiqatni gapirganlar yo'qotib shunday ish bilan shug'ullanishni o'ylab qoldi. Bilmayman, vaqt kelib qachon infarkt insult bo'lib qariganda pensiyasini yeyolmay, yiqqan million dollarni yeyolmay, bolasi bermay, o'ziga qaramay ko'chada xor bo'lsa edi o'sha kattalar, yuqoridagilar ana shunda tushunardi, yaxshi odam bilan yomon odamni. Ular ta'lim holatini ham korrupsiya botqog'iga botirdi. Ish joyida ham shunday botyapti. Mayli botirib yuraversin. Osmonda Xudo borki, hammaga aybdorlarga Xudo o'zi jazo beradi. Mayli, Kamol Allamjonov odam ekanmiz, odam emas ekanmiz. Bildik O'zbekistonda. Tankang yo'qmi, sen odam emassan. Xo'p, mayli o'rtoqlar, shunday hayotda shunday achchiq bor ekan, lekin korrupsiya botqog'iga botib ketgan mamlakatimiz. Ochiqcha nagla aytaman. Botib ketgan. Chunki yugurgan odamni hammasi biladi. Bir tinga qimmat kadrlar hammasi. Otasini bilan o'qishda bitirib, otasini ishga kirgan. Pajalista, bos gaziga. Hamma joyda xarob. Xarob qilib bir kun infarkt insult bo'lasan, bolalaring senga qaramaydi, o'shanda tushunasan senlar. O'shanda tushunasan. Joyingdan tura olmay, tomiringda qoning dirillab qolsin. Kasal bo'lib, nogiron bo'lib, zaif bo'lib, o'shanda ko'ramiz. Haqiqat hamisha qaror topgan. Bundan keyin ham qaror topadi o'rtoqlar. Kuzatib boringizlar, sizlar Minglif Oral kanalini ko'ryapsiz. Sizlar tinglamayotgan ayblarni Xudodan topsin. Tamam, Xudoga so'nglar. Xudo borki, hech kimga baylab bermagan bu dunyoni.
pulini bitta bolasi $100 buni kafaniga solib birortasini tiqqan yo'q qabrga. Shuni o'zini tiqadi oqsirga o'rab. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Sizlar Milf ona kanalini ko'ryapsizlar. Xudodan topsin. Kim tinglamayotgan bo'lsa o'sha yuqoridagilar Xudodan topsin dengizlar. Bo'ldi, boshqa gapirishga hojat yo'q bularga.